Sizning fikringizcha umuman ishlamasdan yashashingiz uchun umringiz oxirigacha qancha pul yetadi? Menga $1 million yetadi. Ha, yetadi menga. Men har kuni $100, $50 rasxotim borda. Yeb ichaman, o'qilaman, saunaga boraman. Kayf qilishimga umrim oxir 1 million yetadi ko'kida. Ha, ko'kida 1 million yetadi olasizlar. Nima qilsa hamma narsa qolib ketadi, yeb ichish kerak, maza qilish kerak, to'g'rimi? $5 million etsa kerak. $5 million. Sal realniy summa aytgan. Realniy summa yotib bosiz. $100 ming yetsa kerak. Bilmadim uni tasavvur qilish. Ishlab topgan mehnating halol, shirin bo'ladi ovqatda. Hayolim keltirmayman unaqani. Pul orzu qilmaganman-da. Alloh roziligi yetadi aka bizga. Unaqa katta pul orzu qilmagansiz. Yo'q. Hozirgi paytda yotib yeganga toq chidamaydi aka, ko'rib turibsiz. Sizning fikringizcha umuman ishlamasdan yashashingiz uchun qancha pul yetadi? Javob kommentariyada yozinglar.